Bugungi mehmonimiz O'zbekistonning eng taniqli ayollaridan biri. Diyora Usmonova. Diyora Usmonova. Diyora Usmonova O'zbekistonning birinchi xonimi Ziroat Mirziyoyevaning jiyanlari hisoblanadilar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchamasizmi? Usmonova emas, G'afurova deyin yoki Rahimova. Tushunishim bo'yicha Penthouse o'zining verandalari bilan Penthouse bu yerda obzorini ko'rganimda sotilayotganda 2 million, 3 million dollar deb chiqarishdi. Rasmni ko'rdim Instagramda. Yosh tegizdagi rasmda Said opa, Rahmaz opa siz o'rtada. Bamda qurtli qo'yib qo'yibsizmi? Yeb ko'rasizmi? Vashshi zo'r. Mana 10 ming so'm bersangiz, men uni beraman. Rahmatli Bobur Usmonov, shu Alisher Usmonov jiyanlari. Ular bilan siz turmush qurgansiz. Shu birinchi turmushingiz. Ular avariyada vafot etganda. Dada Diyora deganimi? Batta обороты 400-450 ming dollar bo'ladi. Yaxshi, rahmat. Tuzumisiz? Qanday tanishgansizlar Botir aka bilan? Cappuccino, latte, churchxela, xachapuri, paxlava. U konkretni sifrlar bormi? Oyiga qancha qo'yilsa sotasizlar? Endi оборот 500 ming chiqadi. 500 ming dollar. Wow, dahshat. Полный натуральный. Dahshat. Yarashdi. Mehmon keladi, mehmon kelgan. Alisher Usmonov bilan qanaqa muloqotdasiz?